Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun biz Jizzax viloyati Do'stlik tumanidagi Mirzo Mahmud MM fermer xo'jaligi tashrif buyurganmiz. Bu yerda jami 80 gektar maydonga beda ekilingan va bu yerda biz bedada ko'p uchraydigan sariq pechak zararkunanda o'simligiga qarshi Pivochem preparatini qo'llaganmiz. Hozir natijani o'zlari aytadilar. Pivochem preparatimiz norma rasxodi o'zi 400-600 gram berilgan. Biz bu yerda maslahat qilib 500 gram gektar hisobida berganmiz. Assalomu alaykum. O'tgan yili polyut degan sepuvdik zarpechakka. Bu yil umuman effekt bermadi polyut. Keyin bu yil bu kishilar bilan maslahatlashib o'sha zarpechak dorisini olib keldik. Bir sepganda oldi. Men o'sha bedani buzish darajasiga keldim. Zarpechak qisib tashladim. Effekti zo'r bo'ldi. Rahmat sizlarga. Kerakli dori natija berdi. Juda xursandman. Rahmat sizlarga. Eng keragi shu ishonch va kerakli tavsiya bo'ldi. Natijani o'zi aytib turishibdi.